Saat 5 kilo, 6 kilo. Sarısı 5 kilo. Turp qancha eci? 20 so'm. Savischi? Saat 5 kilo, 6 kilo. 100 so'mga 5 kilo. Shunda qancha so'mdan bo'lib qoladi? Qanchadan bo'lib qoldi shunda? 20 so'm. 20 dan bo'lib qoladi. Piyazchi? Piyaz 10 so'm. Budan 2 kilo Turpning basi 20 so'm. Piyaz 10 so'm. Mana shunday so'mning qizil saviz. Saviz qayerdan saviz edi? Tojikistondan kelgan savizning basi 20 so'm. Olam 20 so'm. Qizilcha qancha turadi? Qizilcha 30 so'mdi. 100 so'mga 7 kilo. 5 kilo. Bunday 8 kilogramm 100 so'mni bor. Kartoshka 100 so'mga 7 kilogramm. 6 kilogramm. Eng arzon bozorda piyoz ekan. 10 so'mdan turadi bas. Qandaysizlar, yaxshi guruch qanchadan bo'ladi? 100 so'm edi. Toza guruchlar, eski guruchlar manda 100 so'mdan bo'ladi. Qo'qonda deyiladi. Bu eski guruch. Mana bu yilgi guruchlar 90 so'mdan bo'ladi. Mana 85, 80. Hatta guruchlar bor. Bu jaydari guruchmi? Qo'qonda jaydari. Buna o'shaqchi. Bu o'shaqdan top-toza gurmaga ham yo'q, tashi ham yo'q. Qanchadan? 103 kilodan. 30 so'mdan keladi. 33 dan keladi.